Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Chery Arizo 8 modelining plug-in gibrid tizimini real hayotda qanday ishlashini ko'rsatamiz. Uning yurish hamda zaryadlash algoritmlari bo'yicha to'liq va eng aniq amaliy qo'llanmani taqdim etishga harakat qilamiz. Gibrid tizimining barcha rejimlarini bittalab tahlil qilamiz. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tishim kerak. Ushbu avtomobilni test qilish uchun ijaraga olib, hamkasbim bilan Toshkentdan Vodiyga borib qaytdik. Shuni aniq ayta olamanki, mashina nafaqat uzoq masofali trassada, balki shahar ichida ham haydovchiga mutlaqo noqulaylik tug'dirmaydi. Uning keng saloni, old va orqa qatorda oyoq uchun joyning yetarliligi, yo'lovchilarning charchamasdan qulay ketishini ta'minlaydi. Shu bilan birga zamonaviy aqlli haydovchi assistentlari yo'ldagi xavfsizlikni yuqori darajaga ko'taradi. Arizo 8 parallel gibrid tizimiga ega. Uni ketma-ket gibridlar bilan farqlashingiz uchun oddiy farqini bilib olish yetarli. Parallel gibrid tizimida benzin dvigateli to'g'ridan-to'g'ri g'ildiraklarni harakatga keltira oladi. Ketma-ket gibridda esa yo'q. Hozirgi kunga kelib gibrid texnologiyalari yanada chuqurlashib va murakkablashib bormoqda. Bugun biz aynan Arizo 8 logikasini o'rganamiz. Avtomobil har doim ilk harakatni faqat elektr rejimida boshlaydi. Uni Germaniyaning mashhur Getrack kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan quvvati 150 kW elektromotor harakatga keltiradi. Bu harakat manbai 204 ot kuchi va 310 Nm aylanish momentiga ega. Mashinaning toza elektr rejimidagi maksimal tezligi soatiga 140 km ni tashkil qiladi. Ushbu elektromotorni sig'imi 18.3 kWh bo'lgan litiy temir fosfat tipidagi akkumulyator batareyasi quvvatlaydi. Batareya bloki 114 ta elementdan tashkil topgan bo'lib, umumiy og'irligi 190 kg ni tashkil qiladi. Kuchlanishi 416 volt bo'lgan ushbu batareyaga ishlab chiqaruvchi tomonidan 8 yil yoki 160 ming kilometrgacha rasmiy kafolat beriladi. Yana bir e'tiborga loyiq jihati batareyani chidamliligi bo'lib, u 2500 ta to'liq zaryadlash siklidan keyin ham o'z sig'imini 80% ni saqlab qoladi. Buni sizga soddaroq tushuntiraman. Avtomobil to'liq zaryad bilan faqat elektromotorning o'zida 125 km yo'l bosa oladi. Agar biz 125 km masofani 2500 siklga ko'paytirsak, bu faqat elektrning o'zida 312.500 km degani. Ya'ni shuncha masofadan keyin ham akkumulyator o'zining 80% ni saqlab turadi. Avtomobilning zavod pasportida yozilishicha eko rejimida 8% gacha, sport rejimida esa 30% zaryad qolguncha elektrda yurish mumkin. Biz mashinani majburiy elektromobil rejimida haydaganimizda batareya quvvati 13% dan pastga tushmadi. Tizim xavfsizlik yuzasidan avtomat ravishda gibrid rejimini yoqib, batareyani quvvatlash bosqichiga o'tib ketdi. Markaziy multimedia menyusi orqali siz bu chegarani qo'lda 30% yoki undan yuqori qilib belgilab qo'yishingiz ham mumkin. Batareya zaryadi siz ko'rsatgan foizga tushganda benzinli motor ishga tushadi va tokni o'sha ko'rsatkichdan tushirmaslikka harakat qiladi. Низкий заряд автомобильного аккумулятора. Рекомендуется переключиться в режим интеллектуального энергосбережения. Agar avtomobil gibrid rejimida haydalsa, ichki yonuv dvigateli batareyani doimo optimal diapazonda, ortiqcha yuklamasiz va qiynamasdan zaryadlab boradi. Bu esa tizimning o'ta ishonchli ishlashidan dalolat beradi. Mashina kapoti ostida 1,5 litrli turbo dvigatel joylashgan bo'lib, u 143 ot kuchi va 215 Nm aylanish momentini taqdim etadi. Avtomobil ekologik Euro 6 klassga mansub bo'lgani uchun unga yuqori sifatli AI92 va undan yuqori markali benzin qo'yish tavsiya etiladi. Ta'kidlash lozimki, bu yerda biz o'rgangan an'anaviy uzatmalar qutisi mavjud emas. Xo'sh, tizim korobkasiz qanday ishlaydi? Shahar ichidagi past tezlikda, parkovkada yoki joydan qo'zg'alish paytida benzinli dvigatel g'ildiraklarni aylantirmaydi. U faqat generatorni aylantirib batareyani tok bilan to'ldiradi. Ya'ni harakatning asosiy qismini elektromotor bajaradi. Agar siz trassada barqaror
ya'ni soatiga 70 kilometrdan yuqori tezlikda harakatlansangiz, maxsus spleniya mexanizmi ulanadi va benzinli motor g'ildiraklarni to'g'ridan-to'g'ri o'zi aylantira boshlaydi. Bu rejim sizga trassada maksimal tejamkorlikni beradi. Arizo 8 ning ideal kreyser tezligi, ya'ni ham tez, ham eng tejamkor yurish diapazoni o'rtacha soatiga 90-100 kilometrni tashkil qiladi. Aynan shu kreyser rejimida DVS avtomobilni harakatga keltirsa, generator va elektromotor parallel ravishda batareyani juda tez quvvatlab boradi. Agar sizga to'satdan favqulodda katta quvvat kerak bo'lib qolsa, soatiga 40 km tezlikdan boshlab benzinli motor va elektromotor birgalikda birlashib, jami 545 Nm momentni to'g'ridan-to'g'ri g'ildiraklarga uzatadi. Test davomida mashinani soatiga 187 km dan ortiq tezlatishning imkoni bo'lmadi. Zavod pasport ma'lumotlarida ham maksimal tezlik chegarasi 185 km/s deb belgilangan. Albatta, avtomobil plug-in gibrid bo'lganidan keyin unda rekuperatsiya, ya'ni tormozlanish energiyasini qaytarish tizimi mavjud bo'lib, uning ham o'ziga xos aqlli algoritmi bor. Past tezlikda tormoz bosilganida mashina faqat elektromotor orqali sekinlashib, batareyani quvvatlaydi. Yuqori tezlikda tormoz berilganda kinetik quvvat juda katta bo'lgani sababli ham elektromotor, ham generator parallel ravishda ishga tushadi va energiyani batareyaga 2 karra kuch bilan qaytaradi. Ushbu aqlli rekuperatsiya tizimi tormoz kalotkalarini yeyilishdan maksimal darajada asraydi va ularni uzoq xizmat qilib berishini ta'minlaydi. Eslatib o'tamiz, rekuperatsiya intensivligi darajalarini markaziy ekran orqali o'zingizga moslab, sozlab olishingiz mumkin. Avtomobildagi 18.3 kWh sig'imli litiy temir fosfatli batareyaning eng katta xavfsizlik ustunligi u mutlaqo yonmaydi va portlamaydi. Hamda 2500 siklgacha degradatsiyasiz toza xizmat qiladi. Mashina bilan birga uy sharoitida zaryadlash uchun 1,5 kW quvvatli zavod kabeli beriladi. U orqali batareya 8,5 soatda to'liq quvvatlanadi. Agar siz maxsus 3 fazali AC stansiyaga ulasangiz 2 soatda. Yo'llardagi doimiy tokka ega tezkor DC stansiyalarida esa batareyani 30% dan 80% gacha atigi 15 daqiqada to'ldirib olishingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, Chery plug-in gibrid tizimi har qanday haydash rejimiga to'liq moslashuvchan qilib yaratilgan. Shahar ichida tejamkor elektromobil rejimi va aqlli rekuperatsiya. Trassada esa barqaror tezlikda to'g'ridan-to'g'ri benzin motorining sof kuchi sizga maksimal iqtisod, yuqori dinamika va xavfsiz harakatni kafolatlaydi. Sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.